İkinci bab. Bir kuni periştiler Perverdigarning huzuriga yana yig'ilgan edi. Shaytonmi ularning orasida edi. Perverdigar shaytondan "Qayerdan kelding?" deb so'radi. "Zeminni aylanib yurgan edim. Shu yerdan keldim", dedi shayton javoban. "Xizmatkorim Ayubga diqqat qildingmi? Zeminda uningdek qusursiz, durust odam yo'q. U menga ixlosmand bo'lib, yomonlikdan yiroq turdi. Gerçi sen meni uningga sababsizla zarba berishga, uni vayron qilishga qutratgan bo'lsangmi, u yanila o'zining pokligini saqlab qoldi", dedi Perverdigar shaytonga. Shayton javoban: "Jonga jon, inson hayotini saqlab qilish uchun har narsasidan voz kechishga tayyordir. Sen uning teniga ziyon zahmat yetkazsang, u seni oldingdila qarg'aydi", dedi. "Bo'ladi. Uni sening ilkingga topshirdim. Uni faqat hayot qo'ysanglar bo'ldi", dedi Perverdigar shaytonga. Shayton Perverdigarning huzuridan yenib chiqib, Ayubga zarba berishga boshladi. Uning butun badanini azobli jarohat qoplab ketdi. Ayub qo'liga sopol parchasini ilib, guloqda badanidagi jarohatlarni qashlab o'tiratdi. Ayoli Ayubga: "Sen yanila pok odam bo'lmoqchimi? Uningdan ko'ra Xudoni qarg'ab o'lguning yaxshi", dedi. "Sen xuddi nodon xotinlardek gap qilding. Acaba biz Xudodan faqat baxtga erishib, bola qazoni qabul qilmasligimiz kerakmidi?" dedi Ayub ayoliga. Ayub shuncha ko'p azob oqibatlarga duchor bo'lgan bo'lsa-mu, lekin eg'iz ichib gunoh sodir qilmadi. Ayubning Timonliq Alifaz, Shufoqliq Bildad, Naamoliq Zofar ismli 3 do'sti bor edi. Ular Ayubning beshiga kelgan kulfatlardan xabar tepib, uningga tasalli berish, hamdamda bo'lish uchun yurtlaridan birlikda yo'qlab kelishga kutishgan edi. Ular Ayubning to'nug'siz holga kelib qolganligini yiroqdan ko'ribla un selib yig'lashdi. Kiyimlarini yirtishib, ust-boshlariga to'p chechishdi. Ular Ayub bilan birlikda 7 kecha kunduz yerda o'tirib, bir ig'izmi zuvon surmadi. Chunki ular Ayubning beshiga kelgan kulfatlarning nihoyatda azobli ekanligini ko'rgan edi.